O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Dollar kursi ketma-ket o'sishdan so'ng yana pastladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 9-aprel kuni amalda bo'lgan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 6,0 so'mga tushdi va 12.960,38 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi esa 61,02 so'mga pastlab, 14.152,73 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli esa 1,69 so'mga balandlab, 151,92 so'mni tashkil etdi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.